Assalamu alaykum qarindoshlar. Şopurluq pravasi nazariya darsimizga xush keldinglar. Biz bugun o'tgan soatlik dars, ya'ni 33 darsda mushu xifar herkenning, ya'ni xatarni tonish, ya'ni qanday vaqtda mashina tormozlaymiz, qanday vaqtda mayni qo'yib birimiz, qanday vaqtda ishni qilmasak bo'ldi. Mushunga doir nazariya qismini o'rganib o'tgandik. Bugun amaliy o'lgulik mashq savollarni ishlash orqali shu nazariyani tixim pishiqlaymiz. Diqqatinglar darsimizda bo'lsin. Yani o'tgan saatim degandik bu nazariya darslari hech qanday bu turdagi savollarda hech qanday tilda qiynaldigan ish bo'lmaydi. Javob shu faqat 3 xil ahvol, ramman xasloslarni nitsun, rasm qarabla tanlaymiz. Ondan bu imtihon savollarining vaqti 8 sekund, vaqti qisqa, cho'qim 8 sekundning ichida tanlab bo'lishimiz kerak. Amsa birinchi savol. Ya'ni yo'lda kichik bolalar turadi. O'rgangandik-ku, yo'lda kichik bolani ko'rsaklam cho'qim ramman. Şuna cevabı A. Endi ma yo'lda ilqimi shu qanday qilish to'g'risida qadam bosqichlarini o'rganib o'tgandik-ku. Oldidan biz yo'lga qaraymiz, yo'ldagi qatnash taxtalari qaraymiz, mashinamizning tezligimizni qaraymiz debchi. Buni hozir biz 50 da haydab ketib turibmiz. Biz hozir forrangis vaqtda haydab o'tibmiz. Buni yana bir forrangis vaqtning qatnash taxtasi bor ekan. Demek, o'ng tarafdan, sol tarafdan kelgan qatnashlar ma yo'lda bizga yo'l berish kerak-ku. Lekin, ma oldimizda qarasanglar, hozir bir yon yo'l bor ekan. O'ng tarafdan mashinalar chiqishi mumkin. Anda yana bu yerda qarasanglar, ma bir velosipedlik bir odam bor ekan-ku. Endi bu odam bizga yo'l berish kerak. Lekin endi amaliy turmushda mashinaga chiqqanda, mashina haydaganda diqqat qilgan bo'lishinglar mumkin. Endi ba'zi odamlar ya qatnash qoidasini bilmaslik sababidan va yoki mashina meni to'xtaydi deb sal qarab qolamdi va yoki men shappid o'tib ketaman-ku deb shunday bir sal qarab qilishlar sababidan hamma ishlar qoidadek bo'lib ketmaydi-ku. Shu masalan men ahvolda hozir velosipedmi bizga yo'l berish kerak, men o'ng tarafdan kelgan mashinam yo'l berish kerak, lekin endi ular yo'l beramdi, bermamdi 100% jazmlashtirish uchun şu ma ahvolda oldidan biz xasloslardan qilib mashinamizning mayni qo'yib bergandan keyin surat ostilaydi. Yo'lga bir qarab, anda ma velosipedning to'xtaydiganligini bir 100% jazmlashtirgandan keyin andan yana mayni birib haydab ketsak bo'laverdi. Shu ma xil ahvolda hozir xasloslardan degan javobni tanlaymiz. Amdaki ahvol yana o'xshash 50lik yo'lda ketib turibmiz. Nimish qilsak bo'ldi deydi. Qarasanglar oldimizdagi mashina bilan yetarlik orliq va velosiped o'zining yo'lda ketib turibdi. Demak, bu ahvolda hech nima qilishimizdan hojat yo'q. Shu javobi C javob. Endi ma ahvol mashina tezligimiz 20 ekan hozir. Ondan ma oldimizdagi ma yo'lga nisbatan tezligimiz yuqori emas, tezligimiz yaxshi normalchu. Lekin ma oldimizdagi mashina hozir to'xtabdi, ya'ni mashinaning hech qanday chirig'i yonmabdi. Demak, ma to'xtadi degan gap. Unda miyada kichik bir bolaning velosiped turdi. Endi balkim bola tuyuqsizlam chiqib qilish mumkin, ish qilib bir ahvollar bo'lish mumkin. Ya'ni bir alayda diqqat qilish degan ahvol bu. Ammo oldimizdagi mashina to'xtadi. Ma qarshi tarafdan bir velosiped kelyotdi. Normalda mush obstakl, yani to'salg'u kim tarafda bo'lsa shu qarshi tarafdan kelgan qatnashga yo'l beradi-ku. Hozir mahil ahvol ostida biz oldindan velosipedga yo'l berishimiz kerak. Velosipedga yo'l berish uchun biz mashinamizni to'xtatishimiz kerak. Chunki biz hozir velosiped bilan tang yo'lga patmaymiz-ku. Shunga to'xtatish uchun ramman qilishimiz kerak. Shuning buning javobi A, ramman. Endi ma ahvol nima qilishimiz kerak deydi. Ya'ni oldimizda velosipedlar bor ekan, mashinamizning tezligi 25, velosiped bilan bo'lgan oraliq bak qisqa. Bu yerda hozir cho'qim to'xtatishimiz kerak. Bo'lmasa velosipedni so'qitib qilishimiz mumkin-ku. Endi ma ahvol nima qilishimiz kerak deganda, mashinamizning tezligi 25 ekan, oldimizda velosiped bor ekan, qarshi tarafdan velosiped kelyotdi. Ondan biz hozir bir bo'xt qayrilma yo'ldan qayrildi ekanmiz. Ama hozir qayrilmaning keynida nima ishlar bo'ladi biz buni ko'rolmaymiz-ku hozir. Ammo velosiped bilan orliqimiz yaqin. Shu bu xil ahvol ostida ramman qilib, sel tormozimiz mashinaning sur'atini tixinbek ostilatib diqqat qilib desak yaxshi. Shu javob ramman.
Endi nimaga keldik? Nima qilishimiz kerak deydi-ku. Mashinamizning tezligi 90 ekan. Tez suratli tosh yo'lda ketib turibdimiz. 90 degan yaxshi tezlik. Lekin hozir mana bir mashina, oldimizda ketib qolgan mashina, mana o'ng tarafdan biz bu yo'lga kiribdi hozircha, inhalan qilib biz bu yo'lga kiribdi. Mana oldimizdagi mashina bilan bo'lgan oraliq hozir sal yetarlik emaschu. Shunga bu xil ahvol ostida yetarlik oraliq saqlash uchun sal tormozlashimizning asla hojati yo'q, lekin xasloslardan qilib mayni qo'yib berib sal oraliq saqlashimiz. Shunga buning javobi B. Endi ma ahvol nima qilishingiz kerak deydi-ku. Mashinamizning tezligi 30 ga hozir 30 ga ketib turibdimiz. Ma oldimizda bir mashina kelib o'tib, oldimizda bir mashina ma yo'lda bir to'xtatib qo'yilgandek bir holatganchu ma hozir. Ondan qarshi tarafdan bir mashina kelyotdi. Hozir ma oldimizda mashina olganlik uchun biz hozir ma qarshi tarafdagi mashina bilan bir o'xshash gap qilishimiz mumkin-ku. Ma oldimizda mashina to'xtab turibdi emasmi yerda? Ma qarshi tarafdan kelgan mashina bilan o'xshash holatda ma yo'ldan o'tishimiz tez, yo'lga patmasligimiz mumkin. Shunga to'xtab qo'yilgan mashina biz tarafda bo'lganligi uchun, ya'ni obstacle biz tarafda bo'lganligi uchun biz qarshi tarafdan kelgan mashinaga yo'l berishimiz kerak. Shunga yo'l berish uchun biz to'xtatishimiz kerak. To'xtash uchun tormozlashimiz. Shunga buning javobi rammin. Endiki savol, ma ahvolda nima qilasiz deydi. Mashinamizning tezligi 20 ekan. Qarasanglar, ma o'ng tarafdan velosiped kelib o'tibdi. Bu velosiped o'ng tarafdan kelgankin biz bu velosipedga yo'l berishimiz kerak-ku. Hozir ham bu velosiped hozir yo'lning o'ttirig'iga kiray deb qopti. Buni yo'l berish uchun biz cho'qim hozir mashinamizni to'xtatmasak bo'lmaydi. Shunga javobi rammin. Endi ma xil ahvolda nima qilsak bo'ldi deganda mashinamizning tezligi 20 ekan. Qarshi tarafdan ma yo'lning so'l tarafida ma mashina to'xtaqliqda qildi yoki kelayotgan bo'lsa-mu, ma yo'l xili keng ekan, o'tib ketgili bo'ldi. Tezligimiz intayin yaxshi tezlik. Shunga buning javobi bir ish qilishimizning hojati yo'q. Shunga javobi C. Endi nimaga keldik? Bir mashinamizning tezligi 15 ekan, qorliq yo'lda ketib turibdimiz. Oldimizda, keynimizda mashina yo'q ekan. Endi ma maxsus bir oilaliklar rayonida qildi-ku. Qarasanglar butun oila uylar. Hozir 15 tezlik bu intayin normal tezlik-chi. Bu qirayotgan havoga nisbatan normal tezlik, xuddi mingib ketib qolgandek degan tezlik. Shunga bir ish qilishimizning hojati yo'q. Shunga javobi C. Endi keldik, nima ish qilamiz deydi. Mashinamizning tezligi 30 ekan. Ondan qarshi tarafdan bir velosiped kelib o'tibdi. Biz hozir ma bo'xtdan o'tganmiz-ku. Qayrilma yo'ldan. Endi men bo'xtning keynida nima kelyotdi, mashina kelyotdi, nima ish kelyotdi, balkim yo'g'on bir yuk tashish mashinasi kelyotdi, endi har xil ehtimollik bo'lishi mumkin-da. Biz hozir ko'rolmaymiz-ku buni. Shun bunday ahvol ostida xasloslardan qilib, ya'ni mayni qo'yib berib, tayyorlik holatda turishimiz zarur-ku. Navbat kerak agarda yo'g'on bir yuk tashish mashinasi kelyotgan bo'lsa, masalan-ku, u vaqtda har ishkilimiz patmasligimiz mumkin, biz to'xtab turishimiz mumkin. Shu har ehtimol qarshi biz ma bo'xtning keyindagi yo'lni ko'rmagandikin, nima sho'g'alligini bilmagandikin, shu xasloslardan qilib tayyorlik holatda tursak yaxshi. Javobi B shunga. Endi keldik ma xil ahvolga. Mashinamizning tezligi 50 ekan. Ma qatnash taxtasi qarasaqmi, asli ma yo'l 50-dinchi qaydasak bo'ladigan yo'l, lekin qurilish qilib o'tibdi. Shu 50 da haydang debdi. Biz ham 50 da haydab o'tibdimiz. Oldimizda mashina yo'q, keynimizda mashina yo'q. Shunga bir ish qilishimizning hojati yo'q. Shunga javobi C. Endi keldik ma ahvol, yo'lda kichik bola bor ekan, kichik bolani ko'rsakli cho'qim rammin. Shunga javobi A. Endi keldik ma ahvolga. Hozir 25 mashinamizning tezligi 25 km ekan. Oldi keynimizda mashina yo'q, lekin ma oldimiz qarasanglar bir zaystrat bor ekan-ku, yon ko'cha. Hozir ma biz o'ng tarafdan kelgan qatnashga yo'l berishimiz kerak-ku.
Mesela o'ng tarafdan bir mashina kelib qolsa yo'l verishimiz kerak. Lekin biz miyada turib, hozir o'ng tarafdan mashina keldimi, kelmadimi aniq ko'rgil olmaydi-ku. Shunga har ehtimol qarshi xasloslarni, ya'ni mashinaning mayini qo'yib berib, tayyorlik holatda turamiz. Agarda o'ng tarafdan mashina kelib qolsa, tormozlab yo'l veramiz. Agar kelmay qolib qolsa, mush ko'chaning pishig'lam kelgan vaqtda aniq ko'ralaymiz. Ko'rabli bo'lgandan keyin mashina kelmagan bo'lsa, mayni vajjid bisib o'tib ketsak bo'ldi. Shu buning javobi B xasloslar. Endi keldik ma ahvol, mashinamizning tezligi 20 ekan. Qarasanglar, ma bir xil Winkelstratdek, do'konlar bordek, oldimizda odamlar bor ekan. Miyada bir qarandi avtobus bekitimi o'xshaydi, biz haltdi. Ya'ni oldimizdagi odamlar bizga keynini qarab minibdi. Bular bizni ko'rmagandan keyin qanday harakat qildig'ini aniq emas-ku. Odamlar jiq bir ko'ch ekan-ku. Shu bu ahvolda mashinani to'xtatib, ramman qilib, endi bir bexatar bo'lganda minishimiz zarur-ku. Shu buning javobi A. Endi keldik ahvolga, mashinamizning tezligi 50 ekan. Mush oldimizda ham drempol bor ekan-ku. Qarasanglar, mana bu drempol bek yaqin ekan-ku. Biz hozir 50 da bu yo'ldan o'tib ketsak, mashinamiz sakrab ketadi va yoki agar mashinamiz bek paka mashina bo'lib qolsa, hatto asti yerga tegib qolishi mumkin. Drempol bilan bo'lgan orliqi bek yaqin bo'lg'achqa, biz mashinamizni hozir sal jiddiy holatda tormozlab tezligini bir 30 ga tushirishimiz kerak-ku. Shunga buning javobi rammin. Endi keldik ahvolga, mashinamizning tezligi 30 ekan, yo'l uchun yaxshi tezlik, lekin miyada bir taxta bor ekan. Bu taxta nimani bildiradi? Ya'ni diqqat qiling, oldingizda xifarlik crossing bor deydi-ku. Ya'ni xatarlik kesishma yo'l eg'izi bor. Qanday xatarlik? Qarasanglar, miyada daraxtlar, nimalar bor ekan-ku. Daraxtlarning sababidan biz o'ng tarafdan bir mashina kelsa qat'iy ko'rinmaydi ekanmiz-ku. Shunga bunda ahvol ostida mashinamizni tormozlab, sur'atini qimbek astiltib, shunda asta holatda haydab kelib, miya kelgandan keyin obdan qarab mashina kelyapti yo'q-ku. Ondan mayorib haydab ketsak bo'ladi. Shu buning javobi rammin. Chunki daraxtlarning sababidan yon yo'ldan agar tuyuqsiz mashina surat chiqib qolib qolsa, u chog'da biz modulni bir so'qishimiz mumkin. Chunki xatarlik ahvol yuz berish ehtimolligi nihoyat cho'ng bir yo'l ekan. Shu javobi rammin. Endi savol keldik, mashinamizning tezligi hozir 50 ekan. Lekin qarasak, oldimizda bir mashina, sariq ranglik mashina yo'ldan o'tman deb bir o'ttirga kelibdi. Onda sol tarafdan bir Frachtwagen yo'lga kiraman deb kirib o'tibdi hozircha. Bu ahvol men Frachtwagen hozir bizga yo'l bermay, bizni ko'rmay kirib ketib qolamdi. Va yoki sariq mashina yo'ldan biz haydab bir bo'g'ichi mishaga bexatar o'talamdi, ya'ni bir xatarlik ahvol ekan-ku bu. Shunga ehtimol qarshi mashinamizning tezligi bu ahvolga nisbatan yuqori. Shunga ramman qilib tormozlab sal bir ahvolni muqimlashtirgandan keyin haydasak yaxshi. Shu buning javobi rammin. Endi keldik ahvolga, mashinamizning tezligi 100 ekan. Qarsanglar tez suratli tosh yo'lda ketib turibdimiz. Auto Snellberg. Oldimizdagi mashina bilan metrlik orliq bor ekan. Yon tarafdagi mashina ham o'zining yo'lda ketib turibdi. Shu bir hech qanday bir yaxshi ahvol, hech qanday bir ish qilishimizning hojati yo'q. Hech qanday bir xatarlik ahvol yo'q. Shu buning javobi Nix. Endi keldik savolga, mashinamizning tezligi 30 ekan. Miyada maktab bolalari velosiped haydab ketib turibdi. Asli ma'qul ahvolda qarasanglar, Hayin tandinning uchi velosipedga qaratiqliqku. Demak, velosiped bolalari asli velosiped haydab ketib qolgan bolalar bizga yo'l verish kerak-ku. Diqqat qilib biz o'tib bo'lganki o'tishimiz kerak, lekin amaliy turmushda doim unda bo'lmaydi. Mushta yosh bolalar mashina kelib qo'yib o'tib bo'lma deb o'ylandi. Saqlashni xohlamaydi. Mushta yo'ldan o'tib ketadigan ahvollar jiq uchraydi-ku.
Hozir velosiped bilan bo'lgan oraliq bek yaqinkan, ham yon tarafdan qarasak, balımı velosipedda hatta bir rolni bir qo'lchilab tutib o'tib ketib turibdi-ku. Hozir bu balımı to'xtamdi va yoki mashina menga to'xtaydi-ku. Qani so'qa deblam o'tib ketib qolamdi, bir nim degil olmaydi. Shu bunday ahvol ostida o'zimizning bexatarlik ham boshqalarning bexatarlik uchun mashinani bir tormozlab to'xtatib turib, xohlasak yo'l bersak bo'ldi, xohlamasak balaning to'xtaganligi aniq bir jazmlashgandan keyin haydab ketaversak bo'ldi. Shu hozir rammin tormozlashimiz kerak. Endi keldik ahvol, mashinamizning tezligi 80 ekan. Ondan qarasanglar, hozir biz Beninda bu Bağdakomga kiribdimiz shahar ichiga. Tezlik 50 olsun, 50 da haydang deb taxtini biribdi. Mushu taxtidan keyinlam mashinamizning tezligi cho'qim 50 bo'lish kerak-ku. Lekin qarasanglar, mashinamiz bilan taxtining oraliqi bek yaqin. Biz bu xil ahvolda xasloslardan qilsak, mush taxtiga borguncha balki mashinamizning tezligi aram 70 ga tushishi mumkin-ku. Ama aldığımızda bir moto var ekan, bu motomu çoxum mishadan boshlab tezligini 50 ga tushirgan bo'lishi mumkin-ku. Hozir bu ahvolda biz jiddiy holatda tormozlab tezligimizni 50 ga tushirmasak, bir plama motoni so'qab qo'yishimiz mumkin-ku. Shu buning javobi rammin bir xatarlik ahvol yuz berish ehtimoli cho'ng. Shuning cho'qim tormozlashimiz kerak. Endi keldik savolga, mashinamizning tezligi 50 ga ketib turibdimiz, lekin oldimizda bir mashina hozir oqchirg'a yinibdi-ku, oqchirg'a demak keyniga qiyib o'tibdi-ku bu mashina. Bu mashina hozir bizni ko'rdimi, ko'rmadimi, asli keyniga qaygan vaqtda cho'qim bizga yo'l berib, ondan qiyish kerak-ku. Normal qatnash qoidasi shu. Lekin amaliy turmushda ahvollar doim unda bo'lmay qoldi. Biz hozir mashinaga bek yaqin. Agar biz hozir tormozlab mashinani to'xtatmasak, hamını bizmi miyadan o'tolmasligimiz mumkin yoki mashina agar mashinami to'xtamasa biz so'qab qo'yishimiz mumkin. Bir xatarlik ahvol yuz berish ehtimoli intayin cho'ng. Shunga rammin cho'qim tormozlashimiz kerak. Endi keldik savolga, nima ish qilsangiz bo'ldi deydi. Oldimizda bir velosiped bor ekan, velosiped bilan bo'lgan oraliqimiz yaqin. Bu velosiped hozir ilqi tarafdami bir mashina chiqib o'tibdi, qarasanglar. Shung bu velosiped mashinadan o'zini qochirish uchun mashina yo'lga chiqday deb qopdi-ku. Bunday ahvol ostida biz hozir to'xtatmasak, bir plan velosipedni so'qab qo'yishimiz mumkin. Shung buning javobi rammin. Endi keldik mashinamizning tezligi 30, lekin men bir to'pni ko'rdinglar-ku. Mushta to'p yoki laglak yoki bolalarning velosipedi degandek har xil nimalarni ko'rgan vaqtida cho'qim rammin. Shung buning javobi rammin. Balki mush topni qo'g'lab bir kichik bola chiqiblik qilish mumkin-ku. Odatda kichik bolalar o'sib yetilish bosqichida ularninki bir shaylarni farqlantirish, hukm qilish iqtidori to'liq pishib yetilmagan bo'ldi-ku. Shung bunday holatda mashinamni so'qitamo deb o'ylamaylam, topni keyindan qo'g'lab yugurish mumkin-ku. Shung cho'qim rammin tormozlashimiz kerak. Endi keldik savolga, mashinamizning tezligi 30 ekan hozir. Qarasanglar, mana oldingizda drampol bor, ya'ni yo'lning egizatilgan qismi bor deb taxtini biribdi bizga. Drampol bilan bo'lgan oraliqimizmi bek yaqin ekan hozircha. Shunga mashinamizni tormozlashimiz kerak, rammin. Endi ma'qul ahvolda hozir mashinamizning tezligi 90 ga ketib turibdimiz. Tez suratli tosh yo'lda ketib turibdimiz. Oldimizdagi mashina bilan oraliqimiz yetarli ekan. Ammo Matrix Sportda eng yuqori tezligingiz 90 bo'lsin debdi. Shu 90 da haydab o'tibdimiz. Qisqasi bir yaxshi ahvol, qatnash qoidasiga intayin rioya qilib haydab o'tibdimiz. Shu ishni qilishimizning hojati yo'q. Shu javobi nex. Endi ahvol mashinamizning tezligi 20 ekan, havo rayi bir qorliq havo rayi ekan, shunda qor yog'ib ketib turibdi. Oldimizdan bir mashina kelib o'tibdi, lekin yo'l xili keng ekan. Mashinamizning tezligi ham bu havo rayi uchun intayin yaxshi tezlik. Shunga bir ish qilishimizning hojati yo'q, javobi nex. Endi ahvolga keldik. Mashinamizning tezligi 40 ekan. Tez suratli tosh yo'lda ketib turibdimiz. Bir qor yoqqan, yomg'irlik bir havo rayi ekan, qarasak. Ammo oldimizdagi mashina hozir tormozni bosibdi. Demak, bu mashina oraliqimiz intayin yaqin ekan.
Şoň bizmi turumuzni basmasak hazır bolmasa maşinani soquşumuz mümkin. Şoň jawap beremmin. Endi ma ahval maşinamızın tezligi 20 ekan. Hava şunda oçuq bir yaxşı ahval. Lekin ma aldımızdalan bir yan taraftan, oң ve sol taraftan yan koçular var ekan. Bu yolda oң taraftan ve sol taraftan kelgen qatnaş vasıtasıga biz yol verişimiz gerek. Endi bu 20 degan tezlik intayin yaxşı tezlik. Hazır maşina kelip qalsymı, şapı toxtalaymiz. Şoňa hazır xassoslardan qilishimizning majiti yo'q, ramman qilishimizning majiti yo'q. Şu 20 degan tezlikda obdan diqqat qilib maqsaq bo'laverdi. Şoň javobi X. Endi keldik ma ahvolga. Mashinamizning tezligi 30 ekan. Hazır eng yuqori tezlik 60 da desek bo'ldi ekan-chu. Lekin ma qarshi tarafdan bir yuk to'sh mashinasi kelayotibdi, yo'l kichikkan. Normalda bo'lsa yuk to'sh mashinasiga biz har vaqt yo'l beramiz-chu, chunki bizning mashinamiz sal kichikroq bo'lganki, bizningda sal chatnab, nima qilib turishimiz osonroq bo'ldi. Şu hazır ma ahvalda biz hazır mashinamizni turmuzlab, to'xtatib, mashinamizni sal birim chimliq yo'lga chiqarib, yuk to'sh mashinasi o'tilish uchun yo'l verishimiz kerak. Şu hazır ikkalimiz tang patmaymiz hazır yo'lga. Yani kelib miyad yo'g'on bir taxta var ekan-chu. Şuna to'xtab yo'l berish uchun ramman qilishimiz kerak. Javob ramman. Endi keldik ma ahval. Hazır maşinamızın tezligi 95 da ketip beriptimiz. Bu eng yuqori tezlik 100 da desek bo'ldigan yo'lgu ma bu. Auto ve o'tirda 100 euroluk pulning rangida o'xshash siziq var. Keynimizdagi mashinalar arliqimiz yaxshi ekan. Lekin oldimizdan bir mashina hazır Infux Strokdan Infuxin qilib chiqibdi hozircha. Normalda muşta Infux Strokdan Infux qilib chiqqan vaqtda mashinaning tezligi ko'pinchalarda 80 bo'ldi-chu. Şuna hazır aldığımızdaki maşina sel tezligini 100'ge chiqarib yo'lga nim qilib bo'g'ichi biz balkim qilib bo'lishim mumkin va yoki qilinmay qilishim mumkin-chu. Bu bir xil ikkilanadigan ahvol. Aldığımızdaki maşina qanda haydaydi biz onu aniq bilmaymiz. Şuna her ehtimolga qarshi biz bu yerda xasloslarni qilib, ya'ni mayni qo'yib berib, sel bir tayyorlik holat tutsak yaxshi. Agar nima aldığımızdaki maşina yo'lga chiqqandan keyin lamtaz mayni rasa berib, 100'ge chiqarib o'tib qilib kelsa vaqtda biz mo o'xshashli mayni rasa berib aydisak bo'ladi, lekin maşina unda mayni tiz biranmay 80 da haydab ketib qolib qolsa, o chaqda biz xasloslardan qilib tezligimizni sel 80 ga tushirish bexatarligimiz uchun yaxshi ahvol. Şunu bu yıllık bir xil ikkilanadigan, yani aldığımızdaki maşinaning qanday qilish aniq bo'lmagan bir ahvol. Şuna özümüzün bexatarlik uchun xasloslardan qilsak yaxshi. Endi ma ahvol hozir 45 da haydab ketib turibmiz. Lekin aldığımızda hazır velosiped haydab ketib qolgan bolalar bor ekan. Hem qarshi tarafdan mashina kelib o'tibdi. Şuna bu xil ahvolda biz hazır balki 45 da haydab ketaversak, hem velosiped bilan hem mashina bilan o'xshash bir vaqtda yo'lda turib yo'lga patmasligimiz mumkin-chu. Şuna bu xil ahvolda bir suratimizni sal ostiltib, ramman qilib, endi aldığımızdaki velosiped bilan yetarlik orliq qoldirib, ama aldığımızda qarshi tarafdan kelayotgan mashina o'tib ketib bo'lgandan keyin andan yo'ldan o'tsak, eng bexatar ahvol. Şun bunun javobi ramman. Qısqası şu xifar herkenning, yani xatarni tonish turidagi savollarga mushta savollar chiqdi. Şun bu savollarni ishlagan vaqtda tezligimizga diqqat qilib, yo'lga diqqat qilib, yani oldimizda qanday qatnash vositasi bor, velosipedmi, piyoda mang'uchmi, mashinamizning tezligi qancha, avariya sharoiti qanday qatnash taxtasi bor, qanday yo'l bizni nimadan ogohlantiryotdi degandek mush ahvollarning hammasini obdan kuzatsanglar, bu turdagi savollar tas emas. Anda men nazariya darsida cho'qqim turmuzni bosadigan,
qanday ahvol ostida turimizni bisishimiz ehtimolimiz cho'ng, qanday vaqtda xassoslardan qilamiz deb har xil ahvollarni shunda tafsili so'zildim. Shu darsni nazariyani qayta bir ikki qitim anglavatsanlar, bu turdagi savollar amaliyotda intayin oson. Shu mushta shaklda savollar chiqadi qisqasi. İnşallah bu derslerimizden sizler üçün düşünüşüp bo'lgan bo'lishini umid qilamiz. Ma'qulamsa bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.